Qirg'izistonda toza qo'y inshaalloh. Kelga, uka. Yelini ko'rsating qo'ydi. Qo'y egizga qo'y. Mana akalar qo'ydi, yelini ko'ryapsizlar. Xudo xolasa Qo'y, nihoyatda jasadi katta qo'y. akalar mana Qirg'iziston partiyani juda katta partiyasi akalar mana Xudo xolasa eshigimizdan chiqib kelmoqda akalar. Qo'ylarni o'ta ham go'zalini, zo'rini olaman degan akalarimizga. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana shunday bo'g'oz so'liq ishqibozlari kanalimizning ashaddiy obunachilari. Akalar bugun Xudo xolasa bittadan like bosib turasizlar. Qo'ylarni mana shunaqa go'zallar, yirik variantlardan, Xudo xolasa yosh variantlardan akalar qo'ldan kelgancha video qilib chiqaramiz. Sizlardan bittadan like tugmasini bosib esdan chiqmasin akalar. Bugun akalar Xudo xolasa Qo'qondamiz. Shu arzon, shu optimchi akamizning qo'ralariga yetib kelganmiz. Shu Jamshid akamizning qo'ralariga Xudo xolasa mana shunaqa toza go'zal qo'ylardan yetib kelibdi. Assalomu alaykum. Abbosxon. Aka, yaxshimisiz? Obunachilar, tinchmisizlar, charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa bugun chiroyli video qilib beramiz. 5-6 partiya qo'yimiz bor. Chiroyli qilib beramiz. Endi ko'p narsasi bor. 2,5 million, 3 millionga ham obunachilarimiz, xalqimiz bo'g'oz qo'y bor uni. Borda. Qayda? Qo'y bilan qo'yning farqi bor. Hali aytadi, bemaza qovunni urug'idan nima shirin degan maqol bor. Shunaqa. Hali yaxshi narsa oylar, ikkitani puliga bitta oylar maza qilib boqadigan qo'y oylar. To'g'ri. Uka, to'g'riga maslahatim shu uka, bozordami? Masalan, Qirg'iziston, adi bozorlarga boraman uka. Bemaza qo'ylar juda ko'p. Olib turib xalqqa kelib turib nomi Qirg'iziston uka. Chiqarsam bo'ladi uka. U qo'y bilan qo'yning farqi bor. Qulog'i butun qo'y bor-ku. Qulog'i butun qo'y men uchun nosog'lom qo'y bo'ladi, shuni bilib oling. Bu qulog'i kesilgan qo'y-ku. Haqiqiy tog'da uchda yurgan qo'y bo'ladi. Tog'da yurgan qo'ylar bo'ladi. Uka, shunaqa bo'ladi. Xudo xolasa uka, bugun qo'ylarimiz bor. 10 partiya yaqin qo'y bor, yaqin 500 bosh qo'y yetib kelgan. Qo'ylar bugun 200 bosh ko'rib turibsa, bir 200 bosh, 150 bosh qo'yim bor uka. Fermada ham qo'y turibdi, uni ham bitta ko'rsatib o'tkazasiz oxirida. U ham oladi degan odamga sotamiz uka. Xudo xolasa uka, bu qo'ylarni bo'yi uka. Hop. Mana betonimiz 65 mi, 60 mi shunaqa uka. Lekin qo'ylarimning bo'yi 85, 90, 80 shunaqa. Lekin bu material emas. Men bo'yini o'lchamayman, qaramlayman. Mana keyin qulog'ida vishkasi bor mana. Mana bu sariq baldag'a. Bu narsa O'zbekistonda anetdan olib turib bela taqilmaydi uka. Shu bilib oling uka. Yoki Qirg'izistonga olib turib bundan bir 5-6 pachka olib kelishga yo'l qo'yilmaydi aka. Bu shoxda endi uka. Keyin bunday skanerlasa telefoning unaqasiga chiqib keladi bu qayerda yurganligi. Qayerda nimasi? Keyin hali obunachilar nima desam bo'ladi? Mana shu qo'yman plus 90 chiqadi mana shu qo'yman uka. Katta narsa. Qo'yni ko'rib qo'yinglar. Mana shu qo'yni ishini ham ko'rib, ko'rgan odam qaraydi, vaqt kerak uka. Mana buni qarab qo'ying. Hali qo'zchoq, mana buni qarang. Mana akalar. Ekishdan 4 ga yoryapti. Qo'y bilan qo'yning farqi bor obunachilar. Yaxshi qo'yga nima qilaveradi? Endi uka buni soni 15 bosh. Xudo xolasa, buni mana shu qo'ylarimda uka. Mana shu qo'ylarimni hozir videoni ko'rib like bosib tursa, o'tgan yilgi bolasini chiqarib beraman. Bolalari ham bor. Tushganligini. Xudo xolasa inshaalloh chiqarib beraman. Uka buni soni 15 bosh. Bo'ylari uka 80-85. Lekin unaqa narsaga bermaymiz biz. Bo'yini meni qo'yimni pastroq eting xalqqa. Bu narsani men pulimga sotib olyapman. Arzon garovda xudo xolasa chiqarib beramiz. Buni bo'yini 70 ni bor sizdan mayli uka. Hop. Meni qo'yimni bo'yini aytmay uka. Xudo xolasa qo'ylarniga men qo'y beraman uka. Maza qilishadi. Tishlariga keladigan bo'lsak, bir tug'ma, 2 tug'ma, 3 tug'ma qo'y uka. Birinchi, ikkinchi, 3 qoringa qo'ylarimiz bor akalar. Mana shu qo'yning tumori bor mana. Mana uka ishlar. Mana yoshlar. 5 tami 6 ta 10 taga yaqin qo'yim 4 ta. Bir 5 tami 6, 4 tami 5 ta qo'yim 3 tug'ishda. Og'izda tish yo'q, bir qartay qo'yim yo'q bitta. Qarib bitgan qo'ylar yo'q, xudo xolasa. Shunaqa Abbosxon. Mana akalar, xudo xolasa qo'ylarimizda lekin hamma yo'g'i chiroyli, yuzlari o'zi tiniq ekan, kallalari o'zi aytib turibdi. Hop, olib maza narx qo'yaman, vaqti maza qiladi. Mana shu qo'ylar Qirg'izistondan juda katta pulga olganman uka. Qo'ylar bilasizmi? Endi bitta narsasi bor. Bu qo'ylarimiz xudo xolasa uka pashtina 5-6 tasi egizchi uka. Egizchi endi buni men egizchi deb mana bu qo'ylarim turibdi mana. Mana qo'ylar ko'ryapsizmi? Janavallarni qarang. Polvon. Endi bu qo'ylarni egiz deyapman. Avvalambor mana shu qo'ylarni 4 tasi egiz uka mana shu qo'ylarni. 4 ta mana shu qo'yni bolasini chiqaraman hozir ko'rasiz. Bolalari ham chiqadi. Hozir olib chiqaman, enasini oldiga imlaydi.
Vallahi xudo xolasa aka ulardan ham chiqarib beramiz. Aka bulardan necha puldan beraveramiz obunachilarga? Bosqon bitta narsa qilamiz aka. Oddiy mesela mana shu ikki qo'yman egiz. Bo'y 985 bo'yapti aka. Aha. Bularda aka narxini nima qilaylik aka? Biz hali bir bola deyishyapti. Hozir biz bir narsa qilyapmaylik aka. Buni narxini aka. Hali 7 million, 7,5 million yo'q pul aka. Hop. 6,5 million ham yo'q pul. 6,5 million ham yo'q. Aka 6 million so'm ham yo'q pul. 6,5 million pasida. 6 millionga ham 6 million bersam qo'y nima qilmayman. Aha. 6 milliondan qo'yda xayri bor aka. Xayri bor. Xayri bor o'tib ber. 5 million 800 ming so'mdan bitta maza qilsin. 5 million 800 dan. Ha, mabodo tam beradigan joyi bo'lsa lak bosib qo'ysin. Qo'yni og'zida qo'ylarim 2 tish, 4 tish, 6 tish aka. 2 ta 4 ta 6 ta. Mana aka, lekin 5 million 800 ming so'mdan dastlabkasida qilib beraman aka. Xohlagan joylarga. Qo'ylarim lekin bitta narsasi bor. Qo'ylarim bo'g'oz aka. aha. 15 bosh aka. Soni 15 deganlar hammasi bo'g'oz deyapti xudo xolasa yirgina so'm. so'mdan xudo xolasa aka qilib beraman. Kecha nari partiyamiz bor, 17 bosh. Aha. Bitta bilasiz bor. Samarqand viloyati Loyish degan joyga ketdi. Bir akamiz olishdi. Hammasini bitta savdosiga 5 million 800 dan chiqarodingmi? Olishdi o'sha akamiz. 6 million chiqardi, 100 mingni o'tib berdim. 5 million 900 dan berdim aka. Lekin bu qo'ylar aka bo'lgan yirik ekan, katta ekan lekin. Qo'ylar aka nimada ham buni Qirg'izistonda ham 5 million 5,5 million. Prosta bir ulgujroq olganman aka. Lavani qarang, uzunligan jonivar. Kalla kattalarga ham shu bilingan yo'q, qulog'i o'ta uzun. Abbos ham bitta ashqo tishini ko'rsatib qo'yay. Mana baqa kelib turing. Uka bo'yi metr qo'yadi 88 90 chiqadi mana shu. Atrofi chiqadi. Menikini lekin uncha mana buni qarang. Mana buni qarang. 4. Qaysi qo'yni ochib beray tishini? Ochib ber degan qo'yingizni men ochaman. Ochirga. Baqa keling. Baqa keling. Baqa keling. Qaysi birini ochay? Yer o'pmasin-da aka. Bu bitta hali Samarqand manzara bas. Qo'zi. Qo'zi. Baqa keling. Qaysi birini? Mabodo tishiga qo'yin bo'lsa, o'sha uylarida 4 milliondan qo'yin qolaveradi. Bo'lgan. Aka, xudo xolasa aloqa chiqarasiz. Bu birinchi partiyamiz, xudo xolasa partiyalarimiz sal ko'p. Biz keyingi partiyamizga o'tamiz. To'xli degan gaplar gapirilyapti. Mana bu to'xli bo'ladi. To'xli bo'ladi. Olgan odam bitta kayfini qiladigan qo'y mana bundan boqsin. Mana aka, sifat o'ta bo'lgan sizlarga. Men Qirg'izistonda ham, masalan, Tojikistonda ham yuraman. Qora qo'y borki, qora. Qora juni o'si bir 6 qarish bo'lib ketgan qo'yni bekorga bersa ham olmayman men. Mana bu narsa, mana bu nimani qarang. Tumorni qarang. Mana buni qarang. Buni nima deb o'ylaysiz? Shuni 4 kishi o'ylaysiz. Baqa keling. Mana buni qarab turing. Mana buni qarab turing. Hali qo'zchaqcha bu. Mayda qo'zi ekan. Ishlari ham hali qo'zi bo'lib turib ham qo'zi katta tishini yoradi-da. Qo'ziligiga ishga chiqarmaydi. Hali o'shanisini yorgan yo'q. Hali qo'zi bo'yi 75 kilo chiqadi. Mana akalar. Mana bu qo'y deylik mana. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta, to'qqizta, 12, 11, 12, 13, 14 bosh uka. 14 bosh. Hammasi qo'zi demak. Uka, hammasi birinchi tug'ish. Endi buni ichida ukaxon bitta narsasi bor. Avvalambor buni qochmagani obunachilaringizga zo'r edi. 4 ta qo'yimiz, o'sha qo'ylarni bolalari mana bu qo'y. Qarab turing. Mana bu bitta. Mana bitta. Ko'rsin. Mana bu ikkita. Ikkita bo'lsa mana bu 3 ta. Mana buni ko'rib qo'y. Mana bu 4 ta qo'y, o'zi yelinsa yotibdi. Birinchisi. Bo'g'oz xudo xolasa. Birinchi tug'maga, lekin buni olgan odam, optim hammasini olgan odam mana buni garbanosini qarang. Bu seleksiyani qo'ygan shu qo'y uka. Mana aka. Tumshug'i ham oq, kiprigi ham oq, quloqni ham ko'rib qo'ying-da uka. Haqiqiy ajoyib kачество va shu mana ko'ring ikkovi. Qarang jonivorlar, mashalloh. Maza qilsin. Mana buni to'qli deydi uka. 1 millionga ham to'qli bor. Shunaqa. 2 millionga ham qo'y bor. U qo'yni men xonadonimga kirgizmayman uka. Qo'y bilan qo'y bilan farqi bo'ladi. Qo'y farqi bor. 10 ta olib turib aytmay qarang, bitta gapim bor-da meni. 10 ta bitta o'rtamiz kelib turib, ikkita o'rtam bitta to'p olib turib pay. Bitta misol bu. Ikkita o'rtam bitta to'p olibdi-da, gap bo'ldi gap. Yedibdi, meni debdi, uyimda 20 ta qo'yim bor debdi. Endi kechasi bir gapmabdi, kelib turgan bo'lganda, keyin bo'pti, masalan, qo'yingni ko'raylik debdi. Qo'yingni ko'rib, mana 20 ta qo'yim maqtabdi. Nima qildiki, nariga o'rtaga yuramasam meni ham qo'yim bor, 4 ta ko'rib qo'yibdi. Keyin to'rov qo'yni ko'rsatgan, 4 ta qo'yib turgan, bu qo'ydan bu o'rtag'ini qo'ydan 60 ta beradi. Ana buni qo'yibdi. Ana buni qo'ydan bo'ladi ku. Obunachilar pulni bekorga ko'rsatishib turmayaptilar. Lekin juda narsasi bor. Haqiqiy-ku maza qilishadi. Mana akalar. Lekin qo'y ham juda bo'lakcha narsa ekan. Sifatdan qaranglar akalar. 13 bosh nasib qilsa, yana 1 bosh, yana 2 boshmi yoki
4 boy 7 bosh birorta obunachisiga olib kelib beraman-da. Aha. 20 ta qilib turib bunga. Mart oyini, fevral oyini ko'klam bor-ku. Bitta afg'onni tushirib beraman. Afg'on qo'chqor tushirib beraman. Qo'shqoq qo'shgani. Ha, afg'on qo'chqor tushirib beraman. Afg'on qo'chqor xudo xolasa o'sha yerda bo'lgan narxiga olib kelib beraman. Ana buni bir 5 yil, 6 yil, 7 yil maza qilsin-ku. Xudo xolasa, sifat darajasida mana buni narsa olish kerak. Sifatlar juda bo'lay mana. Turishini qaranglar kelar mana, ko'ringlar mana. Kalla quloqni qarang uzunligini. Qo'ydi mana bunga yetish kerak. Qo'yim bordi, mana buni qo'ydi. Maqtab maza qilasizda, sotib ham maza qilasiz, olib ham maza qilasiz, boqib ham odam ham maza qiladi. Shu bilan. Nech pullar beramiz aka bo'ladi endi obunachilarga? Bularda obunachilarga uka bitta narsasi bor uka. Mayda shunasi yo'q uka. Hop. Bu sariq ekan, falon ekan emas uka. Uka, buni ko'ngli ko'targan odam mana shu qo'yni qorasini ham bozor 4 milliondan bermaydi uka. Bermaydi. 5 milliondan beraman. Ko'ngli ko'targan odamga. 5 million so'm. Va bo'ylari qarab turing, bo'ylari 75 plyusli qo'yman bor bitta. 65 eng pasti 65. Endi quyuq suyuqqa 70 ga olishaversin. 70 tik. Uyalmayman men, qo'y ana bu narsani olib turib maza qilsin, xursand bo'lsin. Bir yil bu qo'yni jinday qimmat oldim bir 200-300 ming edi. Lekin sotar mahalida mazzani qilishadi-ku. Hali bizniki bir maqtab, og'zimizni go'birdirib, xalqqa o'ng, mana bu qo'yim zo'r deb nima emas-ku. O'zuvchilar, ko'ngli ko'targanlar-ku, olsin. Hali pulni to'plab turib bir dehqonchiligini o'rganda, g'o'zapayasini o'rgan, bir bog'ida o'tinni sotgan-ku, yokida bir yozda qilgan dehqonchilik semichkasi yo kartochkasi yo sovsiz sotib xalq qo'yadi-da buni. Yerdan ish pul bo'lmaydi. Shularga maslahatim, sal yaxshi narsa o'yla. Chiroyli narsa olgandan men masalan siz blogersizda-ku, hozir Qoraqalpog'istonga borib video qilib beraverasiz. Shunday. Samarqandga borib qilib beraverasiz. Qashqadaryoga borib, Vodiyda qaysi mamlakati bo'lsa o'ynaktaman. Xohlagan joyga borib yuz bersa video qilib beraverasiz-da. Shunday. Qanaqa qo'y bo'lsa. O'shancha aytyapmanki, aka, yaxshi qo'ydi tavsiya qilyapman, yaxshi qo'ydi olsin. Shunaqa akalar, aloqachi qo'rasidagi sifat yaxshi qo'ylar ekan. Boqishmaydi oma. Jaydarani juda o'sgan 3,5 million, 4 million to'g'rilarda 3 ta boqishmaydi-yu, 2 ta boqishadi. 2 ta boqishadi, maza qilishadi. Ertadan keyin o'sha 3 ta qo'yni puliga emas, 6 ta qo'yni puliga buni sotaveradi. Buni tepasida bir 20 ta xaridor ketolmay qoladi, bozyapsiz. U 3,5 million, 4 millionlik qora to'g'rilarni oldida, qora junuq o'sik to'g'rilar bor. Shunaqa. Bozor sira. Xaridor bo'lmaydi. Akalar, xotirjam aloqachi qo'rasida. Ja o'zini qo'yib maqtash emas, prosta aloqachi qo'rasida xudo xolasa bu ikkinchi partiyamiz, yana partiyalarimiz hali ko'p, xudo xolasa keyingi partiyamizga akalar biz bo'lmasa o'tiramiz. Mana hurmatli obunachilar, to'qlarning juda go'zallari, o'ta bo'lashilari, qulog'ini qarang, bu jonivar uzunligini aka. Mana buni haqiqiy to'qli deb chiqarsak bo'ladi, bo'lmaymiz. Quloq. Enasini emib turib 6 oy somonni yeb turib, juni bir to'r qarish bo'lib ketgan qo'yda to'qli desak ham xalq olyapti-da. Mana bu haqiqiy bo'ladigan narsa nimasidan ma'lumdir. Bo'yi 75 plus. Mana bir to'qli desak arzuradi. Ana, mana ko'ryapsizmi qo'ydi? Qo'yda maza qilishadi-ku, sovliq-ku. Bu sovliq bu. Sovliq. Kallaligi qo'shqor narsasi bor. Buning ichida bitta qo'chqori bor. Uruqqa bu, o'zidan uruqqa. Buni onasi qoldi. Lekin mana bu uruqqa tavsiya qilaman. Ichida bitta bu savdo bo'lganda bu. Mana bu narsani uruqqa o'zi, tayyor o'zi bilan billa. Mana akalar, bu qo'chqorchasi bor ichida. Olib maza qilib-ku boqishadi. Endi Obbason buni ichida mana bu qo'yimiz xudo xolasa bir hafta 10 kun 20 kun tug'ishi. Quloqni qarang bu qo'yimiz. Mana bu qo'yimiz ham naq bo'g'oz uka, mana bu qo'yimiz ham naq bo'g'oz. Mana bu qo'yimiz ham naq bo'g'oz. Ichida hozir nechta bo'g'oz bor ekan? Naqshda uka 4 ta bo'g'ozi bor. 4 dona bo'g'ozi bor. 4 ta bo'g'oz bor uka. 4 dona bo'g'oz bor, qolgan to'qli. Mana shu qo'zisi juda shiqozliqning quloqlari juda bejirmagan. Garbanos qarang qo'yda hamma razilizlarni hamma yo'q joyga tushgan. Akalar, men tavsiya qilaman akalar mana. Ikki qo'yimiz naq quloqzi egizlik ikkovi. Boshqa mana. Mana ikki qo'yimiz egiz. Xudo xohlasa bir hafta 10 kunga bormay 20 kun shu yangi yilga sovg'asi bilan ikkovi egiz. Ikkinchi tug'ishdan. Yelimni qarang ostida. Akalar, buni yaqinlashib qolibdi xudo xohlasa. Ikkovi egiz uka. Endi olib maza qilsin uka. Mana akalar. Buni bolasi uka, shuni bolasi qarang. Mana qo'yimizni bolasi ham ona bo'g'oz. Mana bitta bolasi. Va jonivor. Bash bolasimi bu? Bolasi. Mana shu ikkovi shuni nimasi? Mana shu ikkovi egizlar.
Buni akalar men mana so'lig'iga juda qiziqdim, obunachilariga tavsiya qilaman. Quloq aka 18 chiqqani mana bu qo'y qarang. Hali akalar barajunda bo'lib turibdi. Ha, barajunda hali qo'ziq quloq qarang. Hech bo'lmasa 20 quloq bo'ladi akalar. Xudo xolasa maza qilsin. Aka bularni endi qanchadan olib beramiz obunachilarga? Osmon bular bitta qora, bitta partiya. Bularni olaman, bularni işte shu 4 ta egizi bor deb aytdim. Aha. Xudo xolasa ikkitasi o'zi yetik bo'g'oz bo'lib turibdi. Hop. Ikkitasi xudo xolasa fevralga tug'adi. Fevralni 5-10lariga shu fevralni boshiga qo'shgan ekan qo'chqorni. Qolganlari qisir. Bularni o'zi zotov olishadi deb aytdim. Bularga endi bir narsasi bor. Necha puldan qo'ydik, uka qo'yishyapti. Falon so'm. Uka bilan mayda shasi yo'q. 5 million so'm qo'ydik hali sariq Qirg'izistonda to'xlilarni. Bularni uka 4 million 800 ming ham emas. 4 million 700 ming ham emas. Uka 4 million 600 ming so'mdan ketaveradi uka. 4 million 600 4 million 600 mingdan maza qilsin. Endi aka. mana bu qo'ylarni olib chiqarib turib uka 52-53 dan qo'ysam arziydi mana. Ikkovi bo'g'oz qo'yma 5,5 milliondan qo'ysam arziydi uka. Qonunda bola turibdi uka. Mana buni qarab turing. Ikkovi egizlarimda. Qo'ysam bo'ladi, keragi yo'q uka. Ana bu 100 talik toza egizi mana shu bo'ladi. Ishlarni ham ko'rsatib o'tib ketay. Mana ishlar. Mana aka. Mana aka. Ikkinchi tug'ishga. Yilin to'lib turibdi qo'y. 100 egizga qo'y. Abbosxon. Bu aka. Haqsal o'ylash kerak-da. Mana bu qo'yimizga xudo xolasa bir 15 kunda suyunchisini beradi bu. Xudo xolasa qo'y. O'ta yaqinlashib qolibdi. Bo'g'oz. Endi tishini ko'rib qo'ysin. Mana buni ko'rib qo'ysin. Mana yoshlar Ikkinchi aka. Marjon. Bu qo'y xudo xolasa uka o'zi tug'ib bersa o'zi qo'y narxi 7,5 million uka. Bolasi bilan do'st. 4 million 700 ming so'mdan uka ketaveradi. Bitta o'qtimay ketaveradi. Qo'chqori ham bor uka. Eng past qo'yim uka. Eng past anaqasi kichkina. Endi mana bu qo'ylarim turibdi uka. 5,5 million, 5 million 300 ming, 6 million qo'y borishyapti. Bu qo'yman 4 million 700 ming. Mana bu qo'chqorim ham 4 million 700 ming so'm uka. Urug'qa tavsiya qilaman buni uka. Akalar, bular bitta qo'ra. Mana akalar, xotirjam bir aloqa chiqadigan qo'ylar. Xudo xolasa bular uka 4 tasi egiza uka. Uni bitta qo'yim mana, ko'rib olasiz. Bu bitta qo'y. O'zi tug'aman turibdi. Bitta mana bu, bitta shu uka. Sho'xqa tashaveradi uka. Mana bu ikkinchi bo'g'ozimiz mana. Mana bu ikkinchi bo'g'ozimiz uka. Bu uchinchisi, mana bu to'rtinchi bo'g'ozimiz uka. Qolganlari hali qochishga tayyor endi-yu, hali qoch nima yurmagan. Mana bu qo'chqor o'zini urug'i mana. Mana shuni uruqqa olishaveradi. Qarang qo'chqorni hamma yo'q razrezlar ham kelgan uka. Mana bu qo'chqor uka. Uncha qo'chqorni ko'tiga uradi uka. Mana bu sifat juda bo'lakchasi ekan. Xudo xolasa. Hozir maza qilsin. Mana buni to'qli deyish kerak uka. 4 million 700 dan ketaveradi. Uka 4 million 700 ming so'mdan uka. Dunyoni nechta mamlakat bo'lsa deymiz-ku, Qoraqalpog'istonda dastlabki bor. Xudo xolasa O'zbekiston bilan dastlabki O'zbekiston raqib bilan beriladi. dastlabki bor. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. O'zbekiston bilan dastlabkamiz bor. Akalar mana haqiqiy shikolant rangiga akalar shoshilib qolamiz. Bunaqa go'zallari, bunaqa sifat zo'rlari akalar qora qo'ylar bor, lekin bunaqa simjin tozalarni, eng muhimi yosh to'qlilarni tug'ish juda qiyin akalar. 10 yil uka. Qaysidir obunachingiz telefonni menga qarating. Aziz obunachilar, 10 yil qo'ydan mazza qilasizlar. Pulni topib hali odamzod ahmoqmiz deymiz-ku. Topib bitta ahmoqqa uchramaydi. Maza qiling. Kecha Namanganda kecha bittasi video qo'ydi, sariq qo'ydi, bolacha. Lak bosib qo'ydim. Ana shu qo'y ham zo'r qo'y ekan. Egiz 12 million qo'ydilarmi? Siz kanalingizda chiqdi. Ana shu qo'y ham bo'ladigan narsa ekan. Keyin bitta 6 million qancha qo'ydilaring? 500 mingmi? 6 million 500 ming. Qo'ydi shu bolacha. O'sha qo'y ham gap yo'q narsa ekan. Masalan, kanalingizda ana shunaqa qo'ylar, mana qo'ylar zo'r narsa olaveringlar. Ba'zi bir qo'ylar bor aka, u pulni o'ynamaydigan qo'ylar bo'ladi-da. Ha, uka, hali qo'y bilan qolib bir xil insonlar soddada, uka, qarang-da. Video chiqdimi, telefon qilib turib, aka judating deydi. Oy, aka, bitta narsa biladi. Juni qiltiq jun. Jilka jun. Mana bular jilka jun uka. Mana bu narsani xudo xolasa uka, mana bularni olib, bular o'zi juni o'smaydi. Mana qarang, ko'ryapsizmi? O'smaydi. Bir xilga insonlar bor, 50 so'mlab puli topadi, 100 so'mlab topadi. Aka jo'nating deydi, og'zidan chiqqan narxga. U o'shanda adashgani shu bo'ladi. Qo'rqmay talashi menga qarang. Faqat men foydamni ko'zlamayman-da. Qo'rqmay talash tortishsin. Savdo qilish olsin. Ha, nimaga deydi? Nima degan gap bor ekan. O'zimizdan misolda ekan, mana shuni bir bu narsa o'zimizda ham voqea bo'lgan. Birinchi YouTube'ga chiqarib yurganimda 3 million 3,5 milliondan qo'y olib kelardim-da uka. 5 milliondan qo'y borsam, qaysidir bir inson 5 milliondan qo'y jo'natadigan odamlar ham bo'lgan. Shuning uchun endi sal nima qilib, sal haqni o'ylab, odamni o'ylab, shuning uchun uka aytmoqchimanki, telefon qilgandan keyin qo'rqmay savdolashsin. Savdolashinglar. Bo'lmasam otang bozor, enang bozor ham deb qo'ysa, o'zi yalinamiz. Shunday bo'lsa, men faqat haqni o'ylab gapiryapman. Uka 4 million 700 ming so'mdan qo'ydi, xayri ham bor.
Akalar mana shunaqa yetti bo'g'ozda 4 million 700 dan ketaverar ekan. 4 million 700 ming so'mdan hayriyam bor. Qo'ylar Yaqinda tug'ib beradi qo'ylar akalar hali mana. tish yormagan. Mana buni ko'ringda, ko'rgan odam aytadiki, tishi 4 mi 6 mi deydi mana bu qo'ydi. Baki. Mana qarang, qo'zchaqcha hali. Mana qarang, ko'ryapsizmi qo'ydi? Xotirjam aloqachi Telefon ko'rasiz. qilishyapsiz. 4 million 700 ming so'mdan hayri bor qo'yimda. O'tib beraman. Yana xayri bor xudo O'tib xolasa. beraman. Buni boshimga yasib qilmayman. Obunachilar bo'lsin. Ana buni hali odamlarga to'g'ri maslahat bersangiz, aytadiki, o'zini bilganidan qolmaydi-ku uka. Bir uchraydi, shu bilan Shunaqa. o'sha pulni qo'yni pulni ham yo'q qilib berdi. Maza qilishsan aka olishsin. Akalar mana shoshilamiz. 4 million 700 ming hayri ham bor. Akalar mana Qirg'iziston partiyani o'ta katta partiyasi akalar mana xudo xolasa eshigimizdan chiqib kelmoqda akalar. Qo'ylarni o'ta ham go'zalini, zo'rini olaman degan akalarimizga. Abbosxon. O aka. Bu qo'yimiz soni 24 bosh. Keyin baqa keling. 24 bosh akalar bu yarmi. Videoni kino qilmaylik. Baqa keling uka. Aha. Mana ikkinchi partiya chiqargan qo'yimiz. Hop. Mana bu partiya chiqadi hozir. Mana Nima bu chiqadi? Mana qo'ylar 30 bosh uka turibdi. Bular chiqarmaymiz videoga uka. Kelishaveradi. Qo'ydan muammo qilishmasin. Xudo xolasa. Mana qo'y pachkasi bilan. Lekin bu bir ikkita joyda endi nomini aytmay, men savdogarlarga ham tarqataman deb o'tdim. Aha. Shular uchun nima qilib qo'yganman, lekin obunachilarimizga savdogarlardan 1-200 ming arzon qilib beraman. Mana kerak. O'jjanova. Bekitib qo'yinglar. Bular uka soni 24 bosh. Uka men narx qo'yib beraman. Uncha joy mazzasi qochirgan narx qo'yaman uka. Xudo xolasa Qo'ylar narxlar. yetuk bo'g'oz. Bo'ylari 85-90 qo'ylarmi uka? Aha. 85-90. Yirik. Lekin bu material emas uka. Buni bo'yining obunachilar taraf bo'yi uka. Bo'yin Aha. nabarot adamni qarab qo'ydi uka. Bo'yin nabarotchi 70 deb obunachilarga tavsiya qilavering. Bu qo'y Ertadan keyin o'lchaganda ham xursand bo'lib qolsa. xursand bo'lsin. Meni qo'yimni uka narxini sal arzon eting. Nima bo'yinni ham kamroq eting. Bu uka bizga yarashadigan ish bo'lmaydi buni bo'yin 85 deb turib santsiga chiqarsa uka. Bo'yini 50 ga ham to'g'ri uka buni. Aha, lekin gavdalari kichkina narsa emas, yirik narsa ekan. Haqiqiy akalar. Ichida polvonlar ko'p. Xalqimiz tushungan odam buni masalan har kuniga uyimda 5 ta 10 ta karavon ko'p rizqi bo'lay deymiz-ku. Aha. Har kuni mana darvozamdan 5 ta 10 ta qo'y sotmadim degan chiqib ketaveradi Obbosxon. Aha. Endi buni chiqarib qo'yib turgan vazifamiz bir ikkita tumanga biz qo'yib beramiz uka. Hop. Bu savdogarlarimiz bor-da, Andijonda savdogarlarimiz bor. Aha. Yana bir ikkita joyda endi. Shularga beramiz. Ular lekin bizdan olatda olib turib, lekin ularni ham nima qilib bo'lsa ham 50 so'm 100 so'm halol pul olib kirish kerak. Bu tikonlarni teradi, juda ajoyib qiladi qo'ydi. Pardozni qilib 500 mingdan bizdan olganiga nima qilib chiqaradi? Sotishadi. Sotishadi, lekin omadlan bersin. Shunday. Biz ham o'zimiz ham nimayu uka endi bular uka bitta narx qo'yamiz uka. Aha. Qo'yib mana bu qo'yib egiza uka. Xudo xolasa bir hafta 10 kunga bo'lmay qo'y tug'adi. Bir hafta uka. Ashar baxt tortinchak. Mashqul shuni ko'raylik, Qirg'izistonni qo'yi. Gap isboti bilan. Skaner emas, skanerlasin. Akalar, Qirg'izistonda toza qo'yi inshaalloh. Kelga uka. Mana akalar. Yerini ko'rsating qo'ydi. Qo'y egiza qo'y. Mana akalar qo'ydi, yerini ko'ryapsizlar. Xudo xolasa. Qo'y nihoyatda jasad katta qo'y. Telefonda qo'y katta ko'rinishi mumkin, kichik ko'rinishi mumkin, lekin qo'yni bo'yi 80 plus 85. Lekin bu qo'yda ham 60 ekan do'ring uka. Bizga yarashmaydi, xalq sal o'ylaylik uka. Shunday bo'ylarini akalar, lekin katta, kichkina narsa emas, suyaklari yaxshi. Olgan odam mana buni ham ko'rib qo'ying. yaxshi vaga turadi. Mana tishlari uka. Mana qo'ydik, mana tumorlariga, mana Qirg'iziston buyurdi. Aka bularni endi qanchadan beri ham Ularga zomlashgan? bitta sensatsiya qilamiz uka. Aha. Bitta bir ikkita nimalarni raqobat bor joyda o'sish bor deydi-ku uka. Aha. Shunda uka bularning narxini uka bunday ish qilamiz. 5,5 milliondan qo'ysak bo'lsa xalqimiz uyib ketadi. Ha, hop. Ha. 5,5 dan emas. Ha, 5 million 200 ming, 5 million 300 ming qo'ysak xalqimiz juda chiroyli narx bo'lgan bo'ladi. Aha. Xalqimiz uchun. Ochiq gap gapiryapman. Nimaga deysiz? 5 million 300 mingdan narx qo'yadigan bo'lsam, 5 million 300 mingdan. Qonidan tushgan bolasi 2,5 million bo'lsin, yo'q deganda, bo'lmadi degan qo'zi ham 1-2 million bo'ldi. 3 kunlik qo'zcha. Shunaqa, bir oy 2,5 million bo'lsin, enasi bularga 2 million 700 ga, 2 million 800 ga qoladi. Juda a'lo narx bo'ladi. Uka, bunaqa qilmaymiz. Xalqqa bitta bonus qilamiz. Bonus qilamizki, bizda bonusga men nima qo'y tavsiya qilmayman. Bonusni mana bu yerda haydab beraman. narxni o'zi bonus bo'ladi. Gapni eshiting. Endi men hozir mana qo'yimni uka, mana shu egiz qo'yni ushladingiz-a? Shu qo'yim bonus bitta deb turib, mana ularga 200 mingdan mindirib yuborsam, bu qo'y narx chiqadi-da. Shunday. Bunaqa qilmayman men. Buni narx aytib turib, narxini tushirish kerak. Buni uka 5 million 300 mingdan bersam, 5,5 milliondan bersam haqni kuydirib yuborgan bo'laman. 5 million 300 ming so'mdan bersam, xalq
bozor qatorida olgan bo'ladi. 5 milliondan bersam yana ham xursand bo'ladi. 4 million 800 mingdan bitta maza qilsin. Aka 4 million 800 mingdan maza qilsin, 24 bosh qo'yim bor, birinchi tug'madan 4-tug'maga doğru. Bo'ylari 85, 80-85, lekin 50 ga hisoblasam, 30 ga hisoblasam. hozir aka 4 million 800 dan shu yilida narxi bo'lg'ashi 10 kundan bish to'g'digani ketdi. 4 million 800 ming so'mdan uka, optimaga 24 bosh qo'yim ketdi uka. Bitta olsa ham. Bitta olsa tanlab olsa ham. Tanlab olishadigan bo'lsa uka, 4 ta qo'y, 4 ta tanlab 2 ta joylaydigan bo'lsa 5 million uka. Ichdan zo'rin tanlab olsa. Xohlagan mana bu qo'y tanlab olsin, bozorda 6 million qo'yyapti uka videolarda. Bu qo'yni ham tanlab olsin 5 millionga. Hop. Moboda 24 bosh qo'yim, mana shu tilimga endi hech hali tug'masa qo'zib beraman deb o'tgan yili aytgandim, lekin bir insonimiz Andijon viloyatidan bir akamizni qo'y tug'madi, lekin shu akamizga rozi rizochilik bilan 5 ta qo'y tug'magan, 3 ta men nima berdim? Qo'zib berdim. Toshkentdan bir amakimiz bor, 2 ta qo'zi meni qarzim bor. Men 2 ta qo'zi hozir beradigan bo'lsam, sutemni qo'zi o'lib qoladi. Shunday. Sal mana mart aprel oyida 2 ta qo'zi qari nimam bor. O'zimizning divizionamiz bor. Mana shu 24 bosh qo'yimdan mo'shbet 4 tasi qochmay qolgandi. 20 tasiga menga qarang, Abbosxon. 20 tasi qo'yim tug'masa, 4 boshini gumon demoqchimanki, hali bu 100% bo'g'oz 100% bo'g'oz uka. 4 boshi masalan 2 bosh qochmay qolgandi, 1 bosh qochmay qolgandi. Balki emas qochgandir. Ha, 24 bosh qo'yim bitta qo'rani qo'yi, endi ichida qo'chqor yurgan uka. Akalar 4 million 24 bosh qo'yim mobodo tug'masa, 24 bosh qo'yim tug'masa, 20 ta men qo'zib beraman. 2,5 milliondan bo'lganda ham 50 million pul bo'ladi uka. 5 tasi tug'masa ham men qo'zib beraman uka. Hali telefonda maqsad sochish uchun qilganim yo'q-da buni. Buni maksimalni, realni gapiryapmanki, qo'ylar bo'g'oz qochgan qo'y. Xalq uchun, xalq mana yangi yilga mana bonusi bilan billa bo'ldi. 4 million 800 ming so'm telefon qilasam, hamma qo'yni bor-bariga qilib beraman. Dastlabkasi uka. Vodiy Toshkent, Samarqandga dastlabki bepul. Ketaveradi, Samarqand. 4 million 800. Bo'ylariga keladigan bo'lsa, bo'ylari endi 80 plus qo'ylarimni bo'yi. 85-90 lik qo'yimam bor. Lekin bitta narsasi bor, bo'yini 50 ga olisham, 40 ga olisham o'zlari. Mana bu qo'ylarim yo'q, qarab turing. Buni bloger kelarkandim, ertadan kechgacha suvni berib turib, moshtoqonni solib turib, suvni qo'yib turib, qonini mana qildirgan yo'q. Bular o't yegan yo'q, charchoq chiqqan yo'q. Bitta ichida yaqin bir 7-8 ta qo'yim egizakchi. Bu ichida egizaklari bor. Mana bu egizga qo'yib qaysi qo'y? Mana bu katta qo'y turibdi. Mana. Mana sovli bitta. Mana bu tikonlik, o'ziga egiz mana bu. Bu qo'ylarni xudo xolasa 2 yil bolasini oladi-da aka. Yemga sovorgandan keyin qo'yib bepul qoqib bahoga olib ketadi. Shunaqa. O'zi bir marta bolani olgandan keyin mana bu qo'yni mana tishni ko'rib qo'ying-ku. Mana shu qo'ydan 3 yil bola olsa bo'ladi. Lekin 1 yil, 2 yil bola olib turib, yemga bitta shig'a borsa, endi darim pulga qoladi. Shunaqa akalar, mana shoshilib aloqa chiqarasiz akalar. Biz yana bitta partiyamiz bor. 4 million 750 ming so'mdan maza qilasiz uka. Yana xayr qilib berasiz 50 ming so'mdan. 50 mingdan yana kam bo'ldi. Gap yo'q, mana shoshilamiz akalar. 750 mingdan hammasidan olingan bor-bariga. Hurmatli obunachilar, puli yengilidan, qulaydan so'ragan akalarimizga xudo xolasa ekstron pul topadimu, o'sha qo'yga yetmayapti degan akalarimizga ham xudo xolasa o'sha puli kam akalarimizga ham xudo xolasa qo'ylarimiz bor akalar. O'sha bitta qo'yda puliga ikkita qo'y degan variantlar. Qanday boy qiladi-ku? Cho'ntigini to'ldiradigan. Hojona hojatlarimiz bor-da-ku. Pensiyani olishyapti-da, ikkita bitta qo'y olaman desa, bo'g'oz qo'yga pul kelmayapti. Ikkita mana bundan tashab qo'ysa, xudo xolasa o'zi uka, bu qo'ylarimiz soni, buni bu qo'zlarimiz soni uka 15-16 bosh. 16 bosh, 8 bosh qo'chqor. 8 bosh sovliq. Qo'y, 8 bosh. Bular uka eri xotin qo'sh ho'kiz deydi-yu. O'shanga o'xshagan egiz uka. Bular egiz xudo xolasa. Yem ichmoq sinamog'iga uka bir hafta o'yin garantiyasi bor. Bo'ylari endi 60-65, 55 ga beramiz. 55 ga. Endi bitta narsa uka, yozda bo'lmagan naqd qo'yamiz uka. Xudo qarang, o'sirlik. Xudo xolasa simju, hali juni nima bo'lgani yo'q. Ena jun ketgan yo'q. Hali barra jun turibdi, hammasi akalar. Mana bu ikkovi egiz uka. Mana qo'chqorcha, mana so'liqcha ikkovi egiz. Mana bu ikkovi egiz uka. Mana. Agar onasining yenib turgan joyida, shu o't yeb turgan joyda, bularga endi bitta narsasi bor. Oldiga bir vaqt paxolni solib qo'yib, suvni qo'pib Buxoroga to'yga borsa, 15 kundan kelsa qo'tirib turaveradi-da. Sut qo'zi bas. Hozir ko'p kishi sut qo'zi so'rayapti-da, u qo'zni tavsiya qilmayman. Endi u qo'zi bir o'tgan yili olib keladi, o'sha video trendda aylanib yuribdi ekan. Kim bo'lsa video qo'zi deyapti. Xudo xolasa olib maza qilsin-ku. Sal haqni ham o'ylab, sal buni qora qozonni qayerda turganlarga, qora ishchilarga buni chiroyli qo'yib beraylik-ku. Bo'ldi aka, bularni necha puldan? Bular narxi bosgan, mayda uchasi yo'q. 3 million,
2 milyon 900 ming qilish yo'q. Uka 2 milyon 800 ming so'mdan uka maza qilsin uka. 2 milyon 800 ming. 2 milyon 800 mingdan 16 bosh. Telefon qilsa xayr qilib berasiz aka. Xayr qilib beraman. Tanlab olsa mana bu ikki o'zimiz olishadigan bo'lsa, 6 milyon 200 mingga beraman uka. Ikkilasini 3 milyon 100 ming so'mdan ketaveradi. Shunaqa uka. Bo'ldi, mana akalar xudo xolasa, lekin narxi ham arzon, qulay xaridor variantlari akalar. Bu xudo xolasa akalar so'nggi partiyamiz, telefon qildirasizlar, lekin bo'lyapti, haqiqatan juda chiroyli bo'ldi akalar. 2 million 800 dan 8 ta qo'shib, 8 urg'ochi bor ekan. Xudo xolasa aloqa chiqarasiz akalar, sog' va salomat bo'lasizlar akalar.